U ayollar faqatgina nozik ovozi bilan qo'shiq emas, haqiqiy rap ham ayta olishini isbotlagan ayol. Quyosh kular, ikkita asal, Tanishing Miss Lauryn Hill, musiqa tarixidagi eng buyuk ayol artist. Miss Lauryn Hillning yakkaxon faqatgina bitta albomi bor, Miss Education of Lauryn Hill. Lekin shu bitta albom industriyadagi 90% artistni butun boshli karyerasidan yaxshiroq. Bu albom bir kechada 5 ta Grammy yutdi va Miss Lauryn Hill bu ishni qilgan birinchi ayol artistga aylandi. 2024-yil Apple Music tomonidan hamma davrlarning eng zo'r 100 ta albomi ro'yxati tuzildi va bu ro'yxatda birinchi o'rinni aynan shu albom egalladi. Musiqa tarixidagi eng zo'r albom. Ha, o'zi Apple Music'ga bu ro'yxati gavno. No, bu albom rostdan eng zo'rlardan biri. Qahramonimiz oldin Fugees guruhida bo'lgan va u yerdagi partneri Wyclef bilan munosabatda edi, lekin Wyclef unga xiyonat qiladi. Laurynni bundan jahli chiqib, u ham boshqasi bilan yurib ketadi. O'sha boshqasi afsonaviy Bob Marleyning o'g'li Rohan Marley edi. Oradan biroz vaqt o'tib qahramonimiz homilador bo'ladi va aynan homilador bo'lgan holatida shu Miss Education of Lauryn Hill albomini yozadi. Ular keyin yana bir qancha farzandli bo'lishdi. Bolalardan bosh chiqmay qolgan Lauryn Hill qaytib albom yozmadi. Lekin aynan shu bitta albom bilan butun musiqa tarixini o'zgartirib ketdi. Miss Lauryn Hill ayollar ham buyuk reper bo'la olishini isbotladi.